Assalomu alaykum hammaga. Biz Samarqandga ko'chib keldik. Qashqadaryoni ja maqtavordim. Endi Samarqandning ham bitta yaxshi tomoni bor ekan. Birinchi kun kelgan kunimizdan magazinga tushdik. Mana oila market domimiz bazida magazinga tushdik va sotuvchi yetmay qoldi pulim. Kamroq olib tushgan ekanman. Shuning uchun kinaga olib ketavering, berarsiz deb qo'ydilar. Keyin hayron qoldim. Men birinchi marta savdo qilishim, ko'chib kelganimizni ham bilmaydilar. Yana ertasi kuni yana shunaqa narsa bo'lib qoldi. Narsani ko'proq olib bordim, yetmay qoldi. Keyinroq olib chiqib berarsiz deb aytdilar. Samarqandda hamma shunaqamikan, bir-biriga ishonch kuchlimikan? Yo, bizning magazinimizda shunaqa ekanmi deb birinchi hayron qolgan narsam va hurmat qilib kayfiyatim ko'tarilgan narsa shu bo'ldi.